Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum barchaga. Men Hoshim Abdulla Abdumajidovich, 20-fevral 1961-yil tug'ilganman. Men uy-joy olish masalasida firibgarga duch keldim. Xalqaro uyushgan jinoiy guruh a'zosi Yusufjonov Komiljon Salimjonov tomonidan 2005-yil 17-apreldan beri uy-joysiz sarson-sargardonmiz, oila a'zolarim bilan. Uyni pulini olgach 10-aprel uyni pulini Toshkent shahar Sergeli tuman Moqchikri ko'cha 38-uyni 10 ming AQSh dollariga kelishgan edik. O'sha pulni olgach, uyni hujjatlarini hammasini berdi, nomimga ishonchnoma yozib berib, keyin Qozog'istonga jo'nab ketdi uy egasi. Lekin 7 kundan keyin qaytib kelib, birinchi Toshkent shahar Chilonzor tuman birinchi sonli notarius Vasiliya Karimova bilan o'zaro til biriktirib, qo'lida na uy hujjati bo'lmasa-da, na bironta ishonchnoma bo'lmasa-da, menga nomimga berilgan ishonchnomani bekor qiladi. Qaysi hujjatga asosan? Hech qanaqa hujjati yo'q odamni bekor qilyapti. Oddiy pasport bilan, o'zbek pasporti bilan. Keyinchalik bu o'zbek pasporti ham 2007-yil Bosh prokuratura va Milliy xavfsizlik idoralarini birgalikda olib borgan, butun O'zbekiston Respublikasida olib borgan tekshiruvlarda 100 dan ortiq chet el fuqarolariga soxta o'zbek fuqarolik pasportlari berilgani aniqlandi. Shu ro'yxatda Yusufjonov Komiljon Salimjonov 52-53 nomerda ro'yxatda turgan edi. Qizil qalam bilan belgilangan. O'zbek pasporti uning nomiga berilgan. Soxta deb topilgan edi. Ana endi bu soxta pasport bilan ham uyini sotgan, ham uyini sotib olgan, ham o'sha soxta pasport bilan sudlarda qatnashgan. Bu hammasi soxta bo'lib chiqadi. Men tegishli tashkilotlarga, davlat organlari, sud va ijro hokimiyati hammasiga murojaatlar qildim. Men ana qilingan. Birinchi o'sha 23-may 2005-yil Toshkent shahar prokurori Valiy BB Burxon Bahodorovich nomiga shikoyat bergan edim, ariza bergan edim. O'sha paytda advokat Juravliyov edi. Shikoyatim bo'yicha Chilonzor tuman ichki ishlar tekshiruvlar olib borib, 3 ta pasport, Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston pasportlari aniqlansa-da, Yusufjonov Komiljonovga jinoyat ishlari yopib yuborildi. Notarius xatti-harakatlari ko'rilmadi. Men o'shanda jinoyat xatti-harakatlari, men o'shanda nimaga ko'rilmadi desam, bular milliy xavfsizlik himoyasida deyishdi. Ya dedim, qonun bachaga barobarmi desam, o'zingiz bilasiz, milliy xavfsizlik aytgan dedi. Xo'p dedim, shu bilan fuqarolik sudiga murojaat qiling dedi. Xo'p dedim, fuqarolik sudiga murojaat qildim. Fuqarolik sudlar hammasi buni tanir ekan. Buni keyinchalik yana aytib beraman nimaga taniganligini. 22-sentyabr 2007-yil Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan G'ulomov Komil aka tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Fuqarolar Yusufjonov Komiljon Salimjonov va rafiqasi Yusufjonova Raisa Kalibullayeva bilan ustidan 168 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishlari Chilonzor tuman ichki ishlar olib bordi, lekin hech qanday chora-tadbirlar olib borilmadi. Tergov harakatlari ham olib borilmagan. Qidiruvga berganmiz dedi. Qidiruvga berilmagan ekan. Interpolga 2010-yil borganimizda ariza berib borganimizda Interpol degilar hech qanaqa qidiruvda yo'q. Mana biz tekshirib chiqdik deb kompyuterda ko'rsatishgan edi. Xullas 7 yil mobaynida hech qanaqa chora-tadbirlar ko'rilmadi jinoyatchi nisbatan. Egasi qarovsiz uylarni necha yillardan bilan o'zlashtirib kelgani, migrantlarimizni, yolg'iz qariyalarni uylarini sotib olib, o'zlarini yo'q qilib yuborgani, o'ldirib yuborgani bular uyushgan jinoiy guruh xalqaro kvartirniy mafiya safida. Xullas, bu ishlarning tepasida qozoq generali turganini bilardim. Lekin mana hozir shu qozoq generalining sharofati bilanmi, mana ishlarim hammasi jinoyatlar to'xtatildi, ishlar yopib yuborildi, fuqarolik sudlarida yetib chiqaverdi. Xullas, oxirida 18-may 2010-yil jinoyat ishi ketayotgan paytda qonunlarni qo'pol buzgan holda jinoyat ishini yoptirmaganim uchun Milliy xavfsizlik va Bosh prokuratura tomonidan deb o'ylayman. Ularning xodimlari menga tazyiq o'tkazgan edi. Ayniqsa Milliy xavfsizlik xodimi 2008-yil 20-noyabrda qabulida bo'lganida jinoyat ishini yopishi
uyingizni sudyaga aytamiz, nomingizga qaror chiqarib beradi deyishgan edi. Men aytdimki, jinoyatlarni kim ko'radi dedim. O'zbekistonning boyliklarini talab qilayotgan uchgan jinoyat guruhlarini dedim. Toshkent bedarvazami desam, eshigingiz temirdan bo'lsa qattiqroq yopib oling dedi. Shu bilan keyin bildim 2009-yil Bosh prokuratura huzurida Amirov Sherzod, Amir Sherzod aka. U odam ham inson ham jinoyat ishi yopishdi buyurdi. Oliy sudga ketamiz, nomingizga qaror chiqarib beradi uyingizda. Men aytdim, jinoyatlarni kim ko'radi dedim. Nimaga o'zingiz bilan vazifanglarni bajarmaysizlar dedim. Davlatni boyliklarini, xalqi, migrantlarimizni hammasini uylarni totib olib, o'zlarini yo'q qilganligini, mana menga o'xshaganlar nechta odamlarni ishonch nomlari bilan bekor qilib turib, uy-joysiz qoldirganini deb so'raganimda, bu yoq bilan ishingiz bo'lmasin dedim. Keyin yo'q, xullas necha yillar mana chiqib keldim. 2012-yil bizani noqonuniy uydan haydab chiqarishdi. Qidiruvda yurgan Yusufjon Komiljonning nomidan ishonchli vakilni topib kelishdi. Toshkent shahar ishonch telefonining xodimi. Mana oradan 20 yil o'tibdiki, mana haqiqatan bu holat xalqaro atrofda shu javobgarlikni nisbatan sana chora ko'rmaganligimiz mana portalga murojaat qilgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana hozirda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining taftish sudlari tomonidan ish ko'p chiqmoqda, to'g'rimi? Ayni taftish sudli hayotga ish chiqishiga kimlar sizga bir sababchi bo'ldi? Men portalga murojaat qilardim. 2016-yildan beri Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganlardan biri portalga murojaat kelaman. Portal ochildi-ku, o'sha xalq qabul qilsa. O'sha vaqtda qozoq generali Xudoyberganov Tursun Aydarovich o'tirardi. Lekin hech qanaqa meni anaqa shikoyatlarim bo'yicha qonuniy ko'rib chiqilmadi. Prokuraturaga tushiriladi, sudlarga tushiriladi. Ali og'zaki yolg'on axborotlar berib kelishdi. Senatda qarori bilan aniqlangan, buna qilingan qilib xullas. Hech qanaqa jinoyatlar ko'rib chiqilmadi. Shuni orasida yaqinda shuni orasida bizani ikkinchi marta yana qaror chiqartirib olib, bular uyning hujjatlarini tortib olishgan edi 18-may 2012-yilda. O'shanda ikkinchi marta uydan chiqarishdi. 19-mart 2024-yil. 19-mart 2024-yilda. Shunda keyin Milliy xavfsizlik xodimi menga murojaat qilgan edi. Jinoyat ishida to'plangan juda katta mablag'lardan 3dan 2 qismini ularga atashim kerak ekan, bo'lib berishim kerak ekan do'la. 3dan 1 qismi menga ekan, keyin nizoli uy bilan otaxovlini nomiga rasmiylashtirib berishmoqchi bo'lishgan edi. Men aytdimki, men bunaqaga ko'rmayman dedim. Ko'rmagan pulimga men fatvo bermayman dedim. Xullas, ko'rmagan anaqamga men qo'l qo'yib berishim kerak ekan. Qanaqasiga men ko'rmagan hujjatimga. Men aytdim, yo'q dedim. Shuni oqibatda uydan chiqarib, o'ch olishadi degandek, mana o'ch olishdi. Yusufjon Komiljon Salimjon qizini topib kelib, 19-may 2004-yilda uydan chiqarishdi. Qo'limga arzimagan pul 81 million pul berishgan. Men uni darrov Amerika puliga aylantirib 6,5 ming dollar bo'lib chiqdi. 6,5 ming dollar berdi. 2005-yilda 10-martda 10 aprelda bergan paytimda 10 ming dollar. U paytda 5 ta kvartira berardi. 5 ta kvartira berardi. Hozir o'sha sud qarorlari chiqarib bergan 81 million pulga bir xonali kvartira bermaydi. Yana shahar sudlari chiqarib bergan 1.3 million общий hisoblaganda hammasi jami hisoblaganda 225 million. 225 million pulga ham bir xonali kvartira ham bermaydi. Mana gapni oldim. Hozir mana siz ayni murojaat asosida, ya'ni da'vo ariza asosida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining taftish sudli hayot tomonidan ishingiz xatoma hozir ko'p chiqayotgan jarayonda, to'g'rimi? Taftish sudli hayotga chiqishida ham uni ishingiz xatoma atrofida ko'p chiqishida kimlar qaysi portal sababchi bo'ldi? Shular qisqa mazmun. Prezident nimalarni kutib qolmoqchi? Prezident O'zbekiston Respublikasi Prezident xalq qabulasi xossatidagi portaliga murojaat qildim. Shunda bir ko'rib qoldim, Haqiqat.uz kanalida. Haqiqat.uz kanaliga Telegramga murojaat qildim. Shunaqa men 20 yildan beri mana shunaqa aniq olmadim. Menga vatan aniq kelindiki, qanot yozilgan shikoyatlaringiz bormi? O'sha 9-sentyabr 2024-yil Korrupsiya qarshi kurash agentligi Akmal Burxonov nomiga shikoyat bergandim. Taftish tartibida shikoyat bergandim. O'shani jumlani shatto aniq qildimda prezident nomiga yozdirib jo'natdim Haqiqat.uz kanaliga. Haqiqat.uz kanalida menga javob keldi. Yaqinda sizga aniq qilamiz, shu bilan siz aniq qilamiz, ishlaringizni ko'rib chiqamiz deb. Yo'q, shu 15-chi o'sha korrupsiya qarshi kurash agentligining maslahati bilan Oliy sudga bordim. Oliy suddan qani suddan borib talab qiling, ishingiz nega ko'rilmayapti dedim.
Bosh prokuratura bilan Oliy sudga yuborilgan ekan. 12 sentyabr 2024-yilda. Bosh prokuraturadan javob berilmagan bironta. Mana bir oycha javob berishga berilmagan. Anaqada Oliy sudga borsam, Oliy sudda bizga kelmagan. Anaqa deb ular o'zini oqladi. Keyin bo'lmasa jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudiga murojaat qiling dedi. Xo'p dedim, Toshkent shahar sudiga keldim. Bu yerdan bular aytishdiki, Chilonzor tuman sudiga murojaat qiling dedi. Xo'p dedim. Chilonzor tuman sudiga shikoyat yozib keldim. Taftish tartibida shikoyat. O'sha paytda 200 12-xona, Bahodir degan ismli sudya qabul qila turib, 15-yanvar 2025-yilda qabul qila turib, shikoyatimni o'qib turib, kim bidduq yetar ekan bu shikoyatlarni, bu jinoyatlarni ko'rib chiqishga deb baqirib yubordi. Menga qarang dedim. Bu duxu yetadimi, yetmaydimi? Anaqaga arxivdan hujjatlarni, jinoyat hujjatlarini oling-de, shikoyatga qo'shib shahar sudiga olib chiqib bering. 5 kun ichida olib chiqib berishingiz kerak dedim. Lozim dedim. Siz advokatmisiz jabrlanuvchi uchun dedim. Men yo'q, men jabrlanuvchi o'ziman dedim. Shu bilan hop dedi, shu bilan ketdim. Shuni orasida mana hozir 8-aprel kuni boshlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudini taftish instansiyasida sud boshlandi. Ko'rib chiqish. Mana bugun ikkinchi sud jarayoni ko'rib chiqildi. Hozir endi boshlanyapti. Xudo xolasa, men suddan so'raymanki, berilgan taftish tartibidagi shikoyatim qonuniy ko'rib chiqilib, 20 yildan beri bizadan qasddan noqonuniy qarorlar chiqarib, qasddan o'ch olib kelganlar hammasi jinoyat javobga tortilishini, keyin bizga 20 yildan beri yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlarni, jinoyat ishda to'plangan pullardan ulushimni, Birlashgan Millatlar Tashkiloti chet davlatlardan 2016-yilda meni nomimga kelgan kompensatsiya pullarini, alohida o'sha yerdan xalqaro jinoyat sudimi, ishqilib fuqarolik sudimi qarori kelgan ekan. O'sha qaror bo'yicha kompensatsiya yuborilgan ekan. O'sha pullarni o'zlashtirilgan. Kimlar tomonidan menga qorong'i. O'sha xatlar ham yo'q bo'lgan, qarorlar ham yo'q bo'lgan. Xullas endi sud xudo xolasa qaror chiqadi, haqiqat yuzaga chiqib, haqiqatli qaror topadi deb o'ylayman.